Assalamu alaikum musulmon to'g'onlar, sizlar bilan Bozor Xabar kanali. Bugun 12 mart Jalolabad shahrindamiz to'g'onlar. Mol bozor tartib kelamiz. Rubl kurs baholarını ko'rsatib beramiz to'g'onlar. Like bosib, qattiq qo'yinglar. Har bir video 120 ming, 130 ming odam ko'radi to'g'onlar. Bir 3 ming like bosdi to'g'onlar, bir 5 ming like bosib qo'yinglar to'g'onlar. Biz bo'lsa bunda tartib boshladi. Bakay Bank to'g'onlar mana. 1000 rublinger 850 so'm, 50 so'm bo'ladi. Bankdan satib olsanlar 1050 dan satadi. Euro 116 satib olsanlar 119, dollar 105 satib olsanlar 106 to'g'onda. Bakay Bankda. Hem like bas desek, like bas deb aytaverayotgansindek. Like basishlar qiyin emas to'g'onlar, to'g'ri. Nonda yere bir palya, bir qo'ling uchun tegizishga merinsang bilmayman. Mana to'g'onlar, bank kompanyon. Rubl 850 so'm, 1000 rublinger satib olsanlar 1050. Dollar 105, satib olsanlar 106, euro 115, tenge 15 dan satib olsanlar 22 dan. Jalolabadda bank kompanyonda. Kommersiya bank Qirg'izistonda to'g'onlar bu yerda yo'q ekan. Mana jamg'arja kechagi videoda eglar bugungi to'g'onlar subota kungi video Jalolabad shahridan. Bunda bankda kassada rubl qolmadi. Bunday to'g'onlar, qattiq unutmanglar, kechroq tartib ko'rsatamiz. Assalomu alaykum.